hamma onlayn kursida palon pulga o'rgatayotgan retsept emas, sizlarga tepa-tekinga o'rgataman. Buning uchun idishlarimizga un ustidan oldindan qirg'ichdan chiqarib olingan sariyog'larimizni solib kroshka qilishni boshlaymiz. Tuxumni sarig'ini ustiga kabartmalarimizni solib xamir qoramiz. Xamirlarimizni sap-sariq, chiroyli xamir bo'ladi. Xamirlarimizni bo'lib morozilnikka yuboramiz. Muzlash kerak. Muzlagan xamirlarimizni listga qirg'ichdan chiqarib olamiz. Shu tarzda yoyib, mikser yordamida tuxum oqlarimizni po'shni qattiq bo'lgungacha ko'pirtiramiz. Ko'pirgan tuxum oqlarimizni nasatka yordamida xamirlarimizni ustiga gulli qilib chiqarishni boshlaymiz. Qaranglar, qanaqa go'zalliklar yaralayotganini. Ustidan oldindan maydalab olingan yong'oqlarimizni sepamiz. Duxovka pechiga yuboramiz. Buni zakazlarga tayyorlasanglar bormi, klientlar yana so'raydi. Kremlarini men oqiz gushonka sariyog'larda qildim. Ustidan kokosni strushkali sepdim, yanada nejniy bo'lishi uchun. 3 qavat bo'ladi. Bu nejniyimizni qaynini oyijonligiga tayyorlab bersanglar bormi, duvoni tegdi qolib ketasizlar. Tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Qaranglar, qanaqa go'zallik yaraldi, mashalloh.